Instagramga nomer qo'yib nima bor, unga hech kim javob bermaydigan bo'lsa, men tushunmadim. Bugun shunchaki shildir sho'rva bo'lib qoldi. Hozirgi kunda tog'dagi eng chiroyli restoranlardan bittasi bu shashlik. Zakatni qaranglar. Ko'ramiz, ovqatlari mazalimi yo'qmi? To'g'risini aytsam-chi, men birinchi marta emas bu yerda mastava ichishim. Povar настроениyaga qarab bu yerda mastava qilinadi. Bir yaxshi, bir uncha emas. Bugun shunchaki shildir sho'rva bo'lib qoldi. Navari kam. Bugun menimcha настроениялari yo'q edi. Olot somsa porsiyasida 10 tadan bo'ladi. Biz iltimos qildik, 5 daqiqa berishdi. Shuni ham inobatga olinglar, yeb ko'ramiz. Shunaqa kichkinagina olot somsani yegan bo'larmidinglar? Mazasi yaxshi lekin. Menga olot somsa bu yerda juda ham yoqadi. Avashnoligi ham bor, uyamiz. Strechustella bomba menga juda ham yoqdi. Pomidor orqasini tozalashgan bu yaxshi. Bu yerda tozalagan pomidorni orqasini baqlajonli salatda ham tozalasa bo'ladi. Lekin baqlajon ozgina yumshab qolgan, mana ko'ryapsizlar. Lekin umumiy olganda mazasi menga yoqdi. Ikkita salat ham yaxshi, bunisi yoqdi ko'proq. Endi navbat o'sha nomliga qo'yilgan shashliklarga sraz aytaman, shashliklar katta emas, kichkina, katta shashlik kutmanglar. Jaz yeb ko'ramiz, bismillah. Og'izda erib ketyapti. Bo'linishidan ko'ryapsizlar. Hozir pul olgansan, u yoq bu yoq deysizlar. To'g'risi, men bu joyga ancha bo'ldi kelmay qo'yganimga bir tiyin pul olmaganman. Olmayman men bu joydan. Shunchaki yo'ldan kirib ketdik. Ma'zur-xons. Bilmayman, bilendimi sizlarga yo'qmi, lekin sochni o'sha gap o'pishadigan odamim baribir ham yo'q. Piyoz bilan urib olamiz. Yoqqanidan boshlaymiz. Jaz juda yumshoq, qiyma yaxshi, lekin ozgina charvani hidi kelyapti. Lekin tovuq quruq, jigar ham quruq, ham jigardan nimadir hid kelyapti. Men bunisini bilmadim. Xullas 4 tadan qiyma bilan jazni, mol jazni men yana qaytib yegan bo'lardim. Qaravatda o'zi обычно dim, ya'ni tutunni qozonda qovurilganini hisobiga, o'tinda qilinganini hisobiga, o'tin hidi bo'lib turishi kerak. Bu yerda kam. Patirligi sovuq qoldi, lekin isuvligida mana shu patir yeb ko'ringlar, bomba. Qaravat o'rta, zo'r ham deyaolmayman, yomon ham deyaolmayman. Xullas, bu mix lavash, buni 100% yeb ko'ringlar. Hech qachon uyaltirmagan, mana qaranglar. Bu yerda ham tovuq, ham mol go'shti, bismillah. Ichida siri ham bor. Bu lavash hech qachon uyaltirmagan. Kelsanglar, Toshkentda bo'ladimi, tog'da bo'ladimi, обязательно yeb ko'ringlar. Bu lavash lekin 10 dan 10, 100%. Bundan da mazaliroq qovurilgan chuchvaralar yeganman, lekin qaymoq bilan chipsga o'xshab takoy tirs ketyapti. Mazasi yomon emas, o'rtadan yuqoriroq. Endi xulosaga keladigan bo'lsak, atmosferasi haqiqatan juda ham chiroyli, 10 dan 10. Obslužение bolalar juda ham молодцы, yo'limizdan kechikani yo'q. Endi men bilaman, tanishgandan keyin har doim shunaqa ahvol bo'ladi restoranlarda. Ovqatlarning mazasini o'zingizlar ko'rdinglar, men 100% zo'r deya olmayman, 10 balldan 7 ball zo'r quloqidan tortib qo'ygan bo'lardim. Lekin bitta narsani iltimos qilgan bo'lardim. Instagramda nomeringiz ko'rsatilgan, men shu nomerga telefon qildim, men 5 minut kutdim. Sizni navbatingiz birinchida 5 minut kuttirdi, lekin hech kim ko'targani ham yo'q. Men joy band qilmoqchi edim, lekin qaysi band qilgani yo'q hech kim. Bu juda ham nima deydi, xunuk narsalardan bittasi. Endi narxga keladigan bo'lsak, shuncha yegan ichganimizni arzimagan 856 ming so'm bo'ldi. Menimcha bu juda ham arzon. Nima deb o'ylaysizlar? Arzonmi, qimmatmi? Kelish kelmaslik o'zingizga havola, lekin joyi uchun men yana bir marta aniq bu joyga qaytgan bo'lardim. Kommentariyada yozinglar, keyin safar qayerga boramiz. Men sizlarni yaxshi ko'raman.